Hozir boraman. Akajon. Kelasanmi bugun? Aka, assalomu alaykum. Ana ozroq yordam qila olmaysizmi? Kasalmanda. Nima kasal? Ana ovqat yemasam tutqanom tuta, ana bo'lmasam. Ana tutyapti. Bo'l ukam. Men pul naqdim yo'q-da meni. Bizda karta xizmati ham bor. Aka, kasalman, ozroq yordam qiling. Nima kasalsan, ukam? Cheribnoyim bor. Hozir hammada cheribnoy bor-ku. Meni oyog'imda cheribnoyim bor. Ma ukam. Rahmat. Oyoqda ham cheribnoy bor. Yo, aka, u boshqacha kasallik, siz tushunmaysiz. Aytavering, tushunaman. Men o'z doktorman. Endi nima desam ekan? Ayting. O, bronxit, bo'g'indagi og'riqlar ana. Shunaqa kasalligim